Bugungi kunda Andijon viloyatining har bir hududi katta bunyodkorlik obyektiga aylandi. Bu esa avvalo infratuzilmani shakllantirishni taqozo etadi. Jumladan oqova suv tizimini joriy etish va mavjudlaridan soz holda foydalanish muhim vazifalardan hisoblanadi. Shu yo'nalishda Andijon viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida O'zbekiston ekologik partiyasi Andijon viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan jamoatchilik eshituvida ana shu masalalar bo'yicha hisobot berildi. Mana shu viloyatlarda respublikamiz bo'ylab oqova suvlarni tozalash inshootlarini holati, ularni modernizatsiya qilish va yangilarini qurish bo'yicha vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalarga asosan O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan mana shu Andijon viloyatidagi mavjud oqova suvlarni tozalash inshootlari jamoatchilik asosida ishchi guruh tomonidan o'rganildi hamda mana bugun Andijon suv ta'minot aksioner jamiyati bilan hamkorlikda jamoatchilik eshituvini o'tkazish belgilangan. Mavjud oqova suvlarni tozalash inshootlarining bugungi kundagi holati, muammolar va takliflar mavzusida o'tkazilgan mazkur tadbirda sohadagi ayrim kamchiliklar ham tilga olindi. Xususan texnik jihozlar holati, quvurlarni yangilash va mavjud tozalash inshootlarini modernizatsiya qilish zarurligiga e'tibor qaratildi. Bu muammolarni bartaraf etish yuzasidan mas'ul tashkilotlar va partiya vakillari ikki tomonlama kengashib, hamkorlikdagi choralar belgilab olindi. O'zbekiston Respublikasi ekologik partiyasining Andijon viloyat kengashining anjumani bo'lib o'tyapti. Bu anjumandan maqsad bu suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bilan ekologik partiyaning o'rtasida o'zaro kelishuv shartnomasi tuzilgan. Ya'ni o'sha aholiga yetkazib berayotgan ichimlik suvi, oqova suv xizmatlari bo'yicha joylarga chiqib inshootlarni o'rganish, ko'rish, bu holatlar bo'yicha butun Andijon viloyat suv ta'minotini mutaxassislar bilan birgalikda ekologik partiya a'zolari joylarga chiqib o'rganishlar olib borildi. Hamjihatlikda olib borilayotgan ishlarda ba'zi bir muammolar birgalikda hal qilib boryapmiz. Albatta bu xalqimizga sifatli xizmat ko'rsatishda o'z natijalarini beryapti. Ta'kidlanishicha, bunday jamoatchilik eshituvlari sohani rivojlantirish, muammolarni o'rganish va ularning yechimini topishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu orqali fuqarolarning taklif va mulohazalari inobatga olinib, ekologik soha samaradorligini oshirishga keng yo'l ochiladi.